Bu kasallikni davolamasangiz, sizda yaqinda gipotireoz shakllanadi. Bu kasallik autoimmun tiroidit deyiladi. Ultratovush tekshiruvida ham juda ko'plab yaxshi tajribali uzistlar autoimmun tiroidit, ya'ni qisqa qilib qavs ichiga yoki AID degan tashxisni biriktirib ketishadi. AID diagnozini qo'yish ultratovush tekshiruvida anchagina oson deyishadi, chunki bu kasallik organizmning immun tizimini organizm qalqonsimon bez yoki boshqa hujayralarga ta'sir qilishi natijasida, hujum qilishi natijasida kelib chiqadi. Natijada qalqonsimon bezda xuddi teshilib ketgandek, xuddi kuchli jarohatlangandek tashqaridan ko'rinish beradi. Shu sababli AID diagnozi qo'yiladi. AID tashxisini to'liq tashxislash uchun qondan tiroperoksidaza fermentiga tahlil topshiriladi. Bu ferment normasi 50 yoshgacha bo'lganlarda 30, 50 yoshdan kattalarda 50 gacha bo'ladi. Ba'zi bemorlarda 1000-2000 gacha chiqib ketganini ko'ramiz. Autoimmun tiroiditning ikkinchi nomi Hashimoto kasalligi ham deb nomlanadi. Odatda autoimmun tiroidit o'zi bilan birgalikda boshqa autoimmun kasalliklar ham keladi. Misol uchun autoimmun gepatit, sistemali qizilvalchanka, sklerodermiya yoki revmatizm, poliartrit yoki ba'zida qandli diabet birinchi turi ham birga kelishi mumkin. TPO tahlili baland chiqdimi, bemordan TTG tahlili ham o'tkazilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi boshida aytganimdek, autoimmun tiroidit gipotireozni boshlab keladi o'zi bilan.